nihoyat uyimga ham kelib oldim. Kelishim bilan birinchi navbatda 2% sutga ozgina kakao solib, kakaoli choy qilib ichmoqchiman. Sababi kecha juda ham ko'pchilik so'rashdi, mana bunaqa qo'rmali ovqatlar уже yeyish boshlaganmisiz, ozib oldingiz-ku deb. Qizlar, ozgan bilan dietangizni agar bizsiz, yana semirish jarayoni ketaveradi har qanday insonda. Qachonki siz dieta bilan birgalikda olib borsangiz, o'shandagina siz ozishingiz mumkin. Masalan, men agar kechqurun yana narsalar yeyaveradigan bo'lsam, yana semirishni boshlayman. Mana уже 3-4 kun kechqurun ozgina narsa yeganim uchun 600 gram semiribman. O'shaning uchun men aytmoqchi bo'lganim, yeyishingizga ko'p narsa bog'liq. Men siz dori iching, men siz dieta qiling. Men siz nima deydi, kam tez-tezdan yeng, 6 dan keyin yesangiz baribir semirasiz. Chunki 6 dan keyin o'sha organizm sekinlashadi-da, ishlash faoliyati. Semirish jarayoni ketadi. O'shaning uchun 6 dan keyin narsa yemagan ma'qul deb o'ylayman.